Reis sigaret bormi? Bor. Yoqing o'g'lini. Rahmat. Endi uka iltimos, shu 10 gektar yer qolib ketmasin, bug'doy sepib qo'yaylik. Shu yerda haydab bersak. O'ylab ko'ramiz, rais. Buncha pishilaysiz, rais. Sen nariroq turing. O'zi kayfiyat yo'q hozir. Nima kayfiyat yo'q? Tinchlikmi? Hozir kelish kerak edi, shu kech qolib tushadi. Pazat qilyapti-yu. Ana kelyapti. Kim u? Fermer bo'lgan, yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'shaga ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadi demadi. 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni men ham beraman. Ha, rais 10 gektardan haydab boringlar. Ma'lum vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdimni jo'natishim kerak. Traktorchini aytdingmi? Afsotar kelaman dedimi? Sen aytmagansan sen. Aytmagansan. Ertaga sharmandamiz chiqib qolmasin, yana yerimiz qolib ketadi. Men firglashtirib, yana borasan ayt. Bor, yana qaytarib borib ayt. Bormasangiz bo'lmas ekan, joy tayinlab qo'yibdi ekan degan. Traktorchi kelmayapti, aytganmisan o'zi? Ya keldimi? Qayerda o'tiribdi? Kelgan yo'q hali. Kelganda ko'zim tushardi. O'shani poylab turibman men o'zim. Bor, yana aytib qo'y borib. Kelaman dedi, hozir o'sha yerga bor, yana bor. 10 marta borasan kerak biz hozir. Bor ayt. Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Marhamat, kelinglar. Qo'liga suv quy, Suvda yugur. Sochiqing bittami? 1000 ta odamga bitta sochiq. Joylashtiring o'sha yoqqa. Qo'ydi so'y. Orqa tomondan boshqa ovqat qilib beringlar. Kel ichkariga. 2 olib yurarding. Hozir ham odam bo'lmabsan sen.